Scratch dasturlash tilida John o'nga teng ekan, repeat until takrorla toki John 0 bo'lgunga qadar. Say salom va tugallash. Mayli. Xo'sh, variablesdan soni menga hozircha kerak emas. Nima edi nomi? John edi. Demak, men ingliz tiliga o'tib olay. O'zi bilan bir xil bo'lsin. English. Xo'sh, make a variable o'zgaruvchi yaratadi. O'zgaruvchimiz hozir bizda John deb ataladi. Okay. Mana John degan o'zgaruvchi bo'ldi. John degan o'zgaruvchiga qiymat berishimiz kerak ekan, 10 degan. Demak, set bu qiymat beradi. Johnga 10 degan qiymatni berdik. Endi repeat until key. Repeat until mana buni ichida shart beriladi. Shartlarimiz operatorlarda joylashgan. Nimaga tenglashtirib olyapti? John tengmi 0 ga? Demak, tenglik mavjud bo'lgan operatorni olamizda. Tengmi 10 ga dedik. Nima tengmi? John. Demak, biz qo'lda yozsak uni Johnligini tanimaydi. O'zgaruvchilardan Johnni keltirib qo'yamiz. Endi agar 0 ekan, kechirasizlar. John tengmi 0 ga deb so'raydi. Yo'q desa, mana bu orani bajaraveradi. Toki bu. Repeat until toki degan takrorlash operatori. John 0 ga teng bo'lguncha mana bu yerdagi amalni bajaradi. Bu yerda esa say turibdi. Looksga o'tamizda sayni olamiz. Sayda nima deyapti? Salom deyapti. Xo'sh, yashil bayroqchamiz bosilganda ishimiz boshlanishini xohlasak, mana cheksiz ketyapti. Johnga 10 qiymatini berdi, to'xtamaydi bu. Qancha o'tirsangiz ham ko'rsatib turaveradi. Qancha takrorlanadi degan demoqchi bo'lsak, keling bironta o'zgaruvchini sizga isbotlash uchun qo'yib ko'ramiz. Mana oshib ketdi. Wait 1 qo'ysam, har 1 sekundda oshib boradi. Qayta boshlaymiz. 0 edi, har soniyada oshib boraveradi mana shunday. To'xtamaydi bu. Chunki John 0 bo'lguncha dedi, lekin John biror joyda kamaymadi. 10ligicha qolaveradi, hech qayerda kamaymaydi va davom etadi bajarishda. Demak, bunda cheksiz davom etar ekan.